bilaman Masiruz. Bugungi videoda mana shu Skyblock OneBlock o'ynaymiz. Kanalga like bosib, videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar, chunki biz 400 ta bo'lmoqchimiz obunachilar. Buning uchun обязательно obuna qo'yinglar. Biz boshladik. O'z birinchisi shunday bo'ladi, bola. O'ylish vaqti chiroyli. Ne chodman? Tushundim. Okey, tushundim. Mana shu yerda qilishimiz kerak. Bo'lmasa bu tushib ketaveradi. Yo'q, daraxt yaxshi. Bizga daraxt kerak bo'la. Daraxt tushayotgani yaxshi bu. Obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun harakat hammasi. Hammasi sizlar uchun. Yo'q, bo'ldi. Bunaqa qurib olaylar, shuncha narsamdan qo'rqib o'lib ketishimdan oldin. Hop. Hop. Hop, hop. 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 Bo'ldi, shuncha katta turganimiz yetadi. Platforma qurishimiz kerak hali. Bunda adashmasam sanduqlardan chiqish kerak. Lekin hozircha sanduqlar negadir chiqmayapti. Yo'q, mubim spam bo'lar ekan. Hop. Mana qayerda daraxt chiqdi. Shu yerda qurib tashlaylik. Yo'q, buni yo'q qilish kerak, chunki ajratolmay qolsak bekorga vaqtimiz ketgan qoladi xolos. Bitta orollar yo'qmi? Boshqalarni modida ko'raman, orollar bo'ladi. Boshlanishiga o'zimizga kichik platforma qilishimiz kerak. Platforma. Endi mana shu yerga qarab to'g'ri ketamiz. Va mana shu yerda kattaroq joy ochib olamiz, chunki mening mana shu yerda uyim bo'ladi. Va bizda bloklar tegib qoldi. Men daraxtdan foydalanmayman, chunki kelajakda daraxt juda ham kerak. Hozir ham kerak, qanday kelajakda. Hop, hop. Bu yer chiqish kerak hozircha. Video chiqarmasam obunachim ko'paymayapti, bolalar. Shuning uchun obuna qo'yinglar. Aytgancha bitta narsaga qaror qildim. Bundan keyin har doim shortslarimga, masalan, oxirgi shortsimga, любой shortsimga, sandiq chiqdi. Mana sandiq ochishdan bir gap aytib qo'y. Oxirgi shortslarimga menga shart yozinglar. Minecraftda shunaqa qiling yoki Minecraftda shunaqa qiling deb, lekin PUBG bo'lmasin bola, chunki men PUBG hozircha yo'q. Tortinmayman ham, tortishga ko'p narsalar kerak. Minecraftda xohlagan narsalar bersanglar bo'ladi. Savollar, 3 ta mod o'rnating xohlasanglar, water drop qiling. O'shanaqa savollar bemalol bersanglar bo'laman. Qilib o'tiraman va hozirli hech narsa chiqmadi. Baribir olishga majbur bo'ldim. Nega buni qo'ydim? Tushib ketmasa? Va tushib ketmadi. Hop. Nega bekor bloklar qo'yilib ketaveradi? Buni davomi albatta chiqadi. Eslarda bo'lsa, men xuddi shunga o'xshashini o'ynagandim oldingi videolarimda. Lekin u karta endi afsuski o'chib ketdi va yana o'ynashga qaror qildim. Uyimiz loydan bo'ladi. Bitta gap bor-ku, Minecraftda loydan uy qurmasang, sen Minecraftda o'ynay olmaysan. Yo'q. Minecraftda loyli uy qurmasang, sen Minecrafter emassanmi deb nima edi? Bilganlar kommentariyaga yozib qoldirsin. Hozir biz uyimizni normalniy cho'tka qilib qurishimiz kerak. Bitta qo'yim chiqish kerak, adashmasam.
To'teli, bu yerda oltmos, shunaqa rudalar, keyin bu versiyada Varden chiqib qolsa, moblarim chiqadi, yovuz moblar. Negadir hozir chiqmayapti. Yo'q, shuncha narsani ishlatib olay. O'z o'lib ketsam, sandiqqa solib qo'yay hamma narsamni. Bo'lmasa kelajakda kerak bo'lar balki. Menga vashcha ko'p taxta kerak. Yana sen shu qo'yib qo'y. Xo'p. Qornimiz ochmaydi-ku. Nima kerak bu? Qornimiz ochmaydi bolalar. Modda o'zi shunaqada. Endi ko'proq yog'och chiqish kerak. Faqat loy chiqyapti. Bilaman, zerkarli bo'lib qoldi. Faqat loy blok chiqyapti. Lekin boshqa narsalar chiqishi kerak. Rudalar, sandiqlar, olovlar, har xil bloklar, olmoslar, rudalar chiqishi kerak. Nega chiqmayapti? Nihoyat chiqdi. Taxta kerak bizga bolalar maksimal. O'z creeperlar ham paydo bo'lib qolishi mumkin. O'zi videoga olmagandim-da. O'tgan safar ham bir o'ynab ko'rdim. Yo'q. Kecha ham o'ynab ko'rdim-da. Shuningla 10 ta creeper chiqib qolsa bo'ladimi? Chatga ham yozdi hattoki 10 ta creeper deb paydo bo'ldi deb yozdi. Vashchi ham. Yo'q, 50 ta o'tkazibdi-ku. Endi 50 ta bo'ldi. Unga uy qursa bo'ladi. Endi yaxshilab chiroyligina qo'yib. Xo'p, endi majburmiz loydan qo'shga. Deb kelajakda taxtadan quramiz, chunki hozir menga taxta juda ham kerak. Bu yerga eshik quramiz bitta. Yo'q. Nariyoqqa tushib ketsam vashshalam qiladi. Nimadirlar tushib ketdi lekin. Uyimiz vashsha kichkina bo'lib qoldi-yu. Yana bir quraylik. Yana bir blok ustiga quraylik, keyin bu yoqqa. Yo'q, unaqa qilmaymiz mana. Tushim. Bir xayol tushib ketishimga. Mana shunaqa blok tejimiz. Hop. Yaxshi. Mana hozircha kichik bo'lsa-da uyimiz bor loydan. Albatta loydan. Sandiqxonaga. Men majburman. Ochib qo'ymasa ishi qorong'i. Hadi oyning nuri ko'rinib tursa, qachon tong otadi endi? Bunaqa narsalarni solib qo'yamiz. U o'lib ketsa keyin afsuski narsalarimizdan ayrilamiz. Chunki men ataylab bitta anoni yoqmadim tugmani. U tugma shunday qilardiki, u tugmani bossangiz, siz o'lganingizdan so'ng spawnda paydo bo'lasiz-ku. Spawnda paydo bo'lganingizdan so'ng o'sha qo'lingizdagi narsalar, elementlar hammasi siz bilan birga joyingizda paydo bo'ladi. Siz bilan qoladi, ya'ni o'sha yerda o'lib ketgan joyingizda turmaydi. Lekin u modda atalib qo'shmadim. Sal haqqoniy bo'lsin deb. Shuncha narsa hozir olaman. Hammasini bittada. Bu sandiq. Olma, cho'p. Bo'ldi, bu yoqqa kerak emas. Olinib ketmasa. Xavfsiz olinib ketdi. Mana solib qo'yamiz. Mana bu yerga. Menga taxta ishi ko'p kerak. Yana da sandiq bor ekan. Mana sandiqni mana sandiqni kattalashtiramiz. Ancha ichiga ko'p narsa sig'adi. Yaxshi bo'ldi.
cho'p emas, tayoq deydi-yu ba'zi birlar bolalar. Kommentariyaga har doim aytganimizdek shartlaringizni yozib qoldiringlar. Men любой shartni bajara olaman. Qiyin shartlarni bersanglar mayli. Lekin bolalar qaranglar. Hozir men aytganim bilan kimdirlar yozmasligi mumkin. O'shaning uchun agar kommentariy yozsanglar, mayli aytganimni qilaman. Agar hech kim kommentariy yozmasa mana shu videoga o'zim water drop qilib boshlab beraman. Keyin bu yoqqa o'zingizlar shart yozib boraverasizlar. Shortslarni chunki videolarga qaraganda ko'p odam ko'radi. Masalan, menda shunaqa. Sizlarda bo'lmasa ham menda shunaqa. Videolarimga ko'ra shortslarni ko'proq prosmotr yig'adi. 3 tong o'tyaptimi? Yorug'lashdi. Mana quyosh chiqyapti. Darrov tong otib qolaman. Qaranglar, quyosh qarab turlar o'syapti. Borgan sari yorug'lashib ketyapti. Bu juda ham ajoyib. Yorug'lashdi quyoshga qarab. Men shuni tushunib yetdimki, men hech qachon kravat yasay olmayman. To'g'ri, bunda aslahalar, ya'ni shunaqa qurollar ham chiqishi mumkin. Voy, tushundim. Bu menga tosh anov qil deyapti. Nima edi? Tosh generatorni qil deyapti. Lekin uchun menda lava yo'q-ku. Jinni menga lava berishing kerak. Lava ber. Water suvni. Level 2. Bunda level bo'lar ekan. Hozir qaranglar, oddiy yerlar tushdi. Endi mana qiyinroq bloklar tushyapti, tosh. Ya'ni, tushundim. Endi biz anaqa qilmasak bo'lmaydi. Ana yasamasak. 40 ga. Birinchi mana maydalab olish kerak, Hop. Mana shu yerga qo'ysak. Nega? Shuni ham kerakmi? Endi level 2 qiyinroq bloklarga o'tamiz. Bu blok kerak emas işte. Mayli olib qo'yamiz. Endi faqat tosh tushyapti. Tosh yaxshi. Shuni tagini yopish kerak edi, lekin bu deyarli imkonsiz tagini yopish. Chunki vashshi qiyin. O'lib ketishim mumkin tagini yopaman deb. Sandiq. To'r. Bironta mag'lub chiqib qolsa, creeper, o'shani to'r bilan qotirib qo'yamiz mana shu yerda. Hop. Faqat tosh kerak menga, boshqa bloklarni nima qilaman? Menga tosh berlaring. Tosh, faqat tosh. Boshqa blok kerak emas. Nega tosh chiqmasligining asosiy sababi ham cho'chqada. Cho'chqa olmaslik keltiradi, yo'qol, la'nat cho'chqa. Ko'mir. Aytdim-ku, rudalarim chiqadi. Hop. O'zi kirkamiz sinyapti deyarli. Shuni sindirguncha kovlaymiz bolalar. Nechta tosh yig'ilganligini oxirida ko'ramiz. Endi ko'rishga men temirda olmasam bo'lmaydi. 30 ta bor ekan. Tosh kirkada olamiz, chunki bilasizlar, yog'och kirkada bermaydi agar sindirsak. Hop. Birinchi temirimiz yaxshi. Bularni sindiramiz. Tosh, temir. 3 ta temir bo'lsa, hozir qalqon yasasam bo'lar agar yasash xohlasam. Lekin menga hozir sindi o'zi ham. Anaqa yasab oling. Full bo'ling. Full bo'lgim keladi. Qilich bor, bo'ldi. Kirka bor. Lapatga ham kerak bo'ladi. Kerak bo'ladi, vallahi. Yana sandiq bor ekan, sanduqni sanduqga solamiz, vallahi.
keraksiz bloklarni tashlavoramiz. Keraksiz bloklarni tashlavoraylik avval. Kerak bloklarimiz narsalar. Bu kerak emas. Daraxt kerak, lekin ekish kerak daraxtni. Kerak emas. To'tali bekor tashlavorman. Bu bilan sal bo'lsa ham bazamizni kattaroq qilsak bo'ladi. Menga lava kerak, tosh vashcha ko'p bo'lish uchun. Cheksiz bo'ladi tosh. To'tali voy. 2 bo'lar ekan. O'sha bittasini kelaylik. Chetga ekish kerak, chetga. Kelaylik daraxtlar uchun ham bitta platforma qilamiz. Erinmaymiz, nimasiga erinamiz bo'la, erinadigan narsani. Oddiy ferma, daraxt ferma. Birov uchun bo'lsa ham mayli edi. Shu ham tushib ketdi. Bugun omadsiz kunimmi deyman. Shuncha yetadi, bloklarım ham kam qoldi. Yana bitta. Yetmay qolsa, yetarkan. Yetarkan-a? 3 ta qolib ketarkan. Xo'p, voy, yetmas ekan. Ichini ham to'ldirish kerak. Oxirgisini qo'y. Endi bitta ozgina kovlashimiz kerak yer. Kechki ovqat demoqchi edim, ammo qorn ochmaydi, nima qilamiz? Xo'p, menga hozir yer kerak. Yer bermas ekan bolalar. Voy. Lekin yersiz ham qilsak bo'ladi. Masalan qanday? Mana beryapti-ku. Masalan, o'tirganmanmi deb tez yuraverman. Xo'p, 2 dona. Sanduqda yo'qmi boshqa yer? Yer emasda ishda. Bu bor ekan. 30 ta bor ekan. Bitta so'rab yotibman. Bu aniq yetadi. Tez qo'yyorman. Bugun 100 talik omad kunim. Ko'rdinglarmi? Bo'yim tushib ketdi. Endi qo'yayotganimda. Aytdim-ku, tez qo'yyordim deb. O'shani sindirim ko'rgan bolalar bo'lsalar tushib ketdi. Shu ham. Bitta qoldi, 2 tani mana shunaqa qo'ysak normallik bo'ladi. Bittasini bu yerga ekamiz, ikkinchisini mana shu yerga ekamiz. Balki o'sib chiqar. Endi biz asosiy ishga qaytamiz. Daraxt kerak edi. Mana daraxt. Bir xil payt kirkan ol, bir xil payt uni ol. Yana yaxshi. Yana ana. Men tushundim. Bu sanduqlar bizga yordam beryapti. Qanaqa qilib desanglar, bekorga suyak berayotgan, mana ular o'stirsak bo'ladi. Mana yerdan hadam qo'rqyapman, tushib ketaman deb. Shular yopib qo'yayliklar. Yaxshi. Shuna qilsak, yana sindirsak. Ozgina qoldi tushib ketishim. Hop, ana. Bekorga berayotgan yo'q. Ana kattagan bo'ldi. Hop. Endi bu yerdan ko'proq tushadi. Daraxt ekadigan ko'proq tushadi. Shundan bir cheksiz daraxt qilsak bo'ladi, lekin baribir kutish shart. Mana bitta qolib ketdi suyak kukuni. Tushmabdimi hali? Yo'q, negadir tushmayapti. Tezroq tushsa yaxshi bo'lardi. Shu tegirim ko'payib ketdi-yu.
Taxmin qilib ko'ringlar, nechta bo'ldi hozir ochib ko'raman. Yo, 6 ta bo'libdi. Normalniy. Yana bitta temir chiqsa, qalqon yasaymiz. Uzr, shisha degan sabab shit deyapman. Bo'ldi endi. Bundan buyoq faqat o'zbekcha gapiramiz. Qani qalqon? Qalqon yasamayman. Ha. Ana uyu, nima? Pechka yasamamiz-ku. Qani eritamiz temirni? To'g'rimi? Uzr. Aqlim yetmagan qaranglar. Bizga qirq qo'ysa bo'ladi. Mana tagi, mana 5 ta ko'mir. Biroz ko'mirman bor edi. O'zimgacha har doimgidek toshga qilib o'tiramiz. Chicken, olala, chicken. Mana o'z tush boshlabdi yana. Cho'p tushishi mumkin, mana yana ekib qo'ysak, yana o'sadi. Sal qop tushib ketishiga betga. Shunaqa tushib ketishi yomon-da. Barglar qo'shilibdi yangi versiyada tushishi. Tushib turayotgan. Xo'p, tushibdimi? Bizga yetadi. Endi bemalol qalqon yasasak bo'ladi. Qani qalqon? Mana. Bizga qalqon yasaymiz. Sal ko'p temir bo'lsa, albatta fonli temir bo'lamiz. Bo'ldi. O'tgan safar o'ynaganimda ikkinchi qismini chiqarmadim. Bu ikkinchi qismi emas. Shunchaki u endi hisob emas-da. Bu birinchi qism deb o'ylaymiz endi. U hisob emas. Jon deb uni ham o'chirib tashlaverdim, ammo uni ham prosmotr bor. Isrof qilgim kelmayapti prosmotrlarimni. Va albatta mana shu videoga like bosib qo'yinglar. Ko'proq odam ko'radi. Obuna qo'yinglar tezroq. 400 ta bo'lamiz. Hozir kirgim sanadi, normal narsa chiqsin. Sandiq. Nima chiqadi deb yana yordam beryapti. Faqat tur nimaga kerak? Shunga qiziqyapman-da. Yo'q, buni tagida nimadir bormi? Yo'q, hech narsa yo'q tagida. Nima bo'lishi mumkin? Sal bo'lsa ham ko'rishga ulgurdik tagini. Hech narsa yo'q tagida. Qo'rqib ketdim. O'zi birinchi qo'y. Tushib ketdi. Eslamayman-da tushib ketishini. Tushmaydi deb o'ylamayman. Men tomonga keladi deb o'ylamayman. Afsus, teskarisi bo'ldi. O'ylagan narsamni. To'g'risini aytsam, unaqa deb o'ylaganim yo'q. Shunchaki qilib o'tirman oddiy narsani. Bu tezroq obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Sinadi ekan. Sindi. Xo'p, uyni sal yoritaylik hadyabi. Xo'p, yana bitta bo'ldi. Menga lava kerak. To'rtta bo'ldi buni. Yana tushibdi. Ozgina qoldi tushib ketishimga. Nima qilaman? Telefon qotib qoldi. Tavakkal yurib ketaveradi. To'tela o'zi shunaqa qilmoqchi edim. Bunisi ortiqcha edi. Mana platformani kattalashtirdik. Va bu yerda yana tushdi. Anaqa 2 ta. Tasavvur qilyapsizlarmi? Bitta emasdi. Bam. Tushmadi. Ikkinchisini mashitdan ekanmiz. Qaysini birinchi o'stiraman? Mana shu o'stirak. Buni. Insofsiz ekan. Shuncha qildim o'smadi baribir. Uy hozir o'chadimi? To'tela. Mana qilsa bo'lardi-ku, to'g'rimi? To'tela. Meni kallam ishlab ketdi hozir. Sal yoritamiz uyda. Mana. Ana.
Bu ana 3 blokli uyimiz bor. Shinamgina. Manimcha kravatim bo'lsa edi, neydi? Bu men uchun orzu, sizlar uchun bilmadim. Xullas. Bolalar mana ataylab chiqib ketdim o'yindan. Zerikib ketdim bolalar. Bu video o'z nihoyasiga yetdi va nihoyat. Keyingi qismlarda albatta ko'rishguncha salomat bo'ling. Keyingi videoni albatta chiqaraman. Ikkinchi qismini. Bu birinchi qism albatta. Obuna bo'lishga ulgurdingiz deb o'ylayman. Xayr.